Assalomu alaykum aziz obunachilar. Uy quramiz degan loyihamizni boshladik. Xudo xolasa shu uyni buzib o'rniga bir chiroyli imorat qilamiz inshaalloh sizlar bilan birgalikda. Bu uyimizni qurilganiga yaqin 70 yil bo'ldi. Inshaalloh kuzatib boraverasizlar. Xudo xolasa videolarni qo'yib joylashtirib boraveramiz mana. Ichkari qismlar. Eshiklarni qaranglar. Nimaga bu oldingi uylarda bunaqa tachkalar ko'p bo'lgan ekan? Kim biladi? Shuni izohlarda yozib qoldiringlar. Baytlarda o'zimiz to'ldirib o'rganmiz yoshligimizda. Beton yo'q. Ozgina beton bor ekan mana, ozgina 10 santimetr ko'rinib qolibdi, lekin pishig'ish bor. Orada mana taxta ham qo'yib ketgan nimagadir yog'och. Nimaga yog'och qo'ygan? Sinch bo'lgan hisobiga yog'och qo'yganmikin? Patoloq ham bo'lmagan mana. Bunaqa derazalar, bunaqa eshiklar bo'lgan mana. Bitta xona borda, ikkina bo'yi pastdagina qishga mo'ljallangan. Bu yerda tahoratxona.